siz namoz o'qiysizmi degan savol musulmondan so'ralsa bir vaqtlar bu haqorat hisoblanar edi. Chunki inson musulmon bo'lib turib namoz o'qimasligi tasavvur qilinmas edi. Musulmonmi? U albatta namoz o'qir edi. Alloh taolo Qur'oni Karimda namoz o'qinglar deb buyurmaydi. Lekin nima deydi? Aqimus solah, namozni qoyim qilinglar, namozni mukammal shaklda ado qilinglar deb buyuradi. Chunki musulmon benamoz bo'lishi mumkin emasdi. Yaqinda bir statistikani ko'rdim. Keling, men sizga shu ma'lumotni o'qib beraman. Indoneziya aholisining 95% namoz o'qir ekan. Afg'oniston yon qo'shnimizning bo'lsa 88% aholisi namozlarini vaqtida o'qir ekan. Iroqda 83%, Malayziyada 80%, Bangladeshda 75%, men yashaydigan Turkiyada 18%. Bu mamlakatning hammasini namozxon qilishdan avval har birimiz o'zimizni isloh qilishimiz, har birimiz namozimizni o'z vaqtida go'zallik bilan ado qilishimiz kerak. O'zbekiston aholisining necha foizi 5 mahal namozini o'qir ekan? Marhamat izohlarda yozing. Assalomu alaykum va rahmatulloh.